Assalomu alaykum savatdaşlar. Bugungi yangi darsimizga xush keldinglar. Bugungi İngilizce grammatika darsimizning temasi oddiy hozirgi zaman va oddiy o'tgan zamonning ishlatilish usullari va bu ikki zamonning o'rtasidagi o'zaro farqlar. Darsimiz qaraydigan bo'lsak, oddiy hozirgi zaman, present simple. Oddiy hozirgi zamonning biz ishlatilish grammatikalik shakllari, qoidalari deganimizni munosabatlik shu darsimizda tafsiliy so'zlab o'tgan edik. Bu to'g'riliq tafsiliy uchuri bo'lmagan savatdaşlar şu derslerimizin körüp alsanlar buludu. Ben yana hazır mı tushunishlik bo'lsin uchun yana bir qator asatma xarakterlik yezib qo'ydim bunun grammatikalik usullarini. Qaraydigan bo'lsak, oddiy hozirgi zamonda yana present simple shunda ama verb yani bu fiil qanday bo'ladi? Harakatlik fiil va harakatsiz fiil deb biz qanday ikkiga ayirib olgan edik buni. Harakatlik fiilni do bilan ifodaladik, harakatsiz fiil deganimizni be fiil bilan ifodaladik va be fiilni shaxslarga munosabatlik holda birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxsga mos holdagi am or is degan bu be fiilniki shakllari bilan, turlari bilan ifodalagan bo'ldik. For example, I am a student. Shundami? Men qandaq bir o'quvchi degan bu bir oddiy jumlani tuzgan edik. Oddiy hozirgi zamondagi ishlatilish usuli deganimizda savatdaşlarga ma'lum bo'lganidek bu darsningki temining o'zidan chiqib turadi. Shundami? Oddiy hozirgi zaman, ya'ni hozirgi zaman deganimiz nima? Shu dal mushu gapni biz jumlani davatgan, mushuni yozayotgan vaqtdagi dal shu vaqtningki o'zini ifodalaydi. Ya'ni hozir, ya'ni hozirda bo'lgan bir ish, ya'ni bo'layotgan bir ish emas, yoki kelgusida bo'lgan bir ish emas, yoki kelgusida bo'lmoqchi bo'lgan bir ish emas. Shundami? Shu gapni degan vaqtimizdagi ma'lum bir ish harakatni ifodalab beradigan, holatni ifodalab beradigan bir zaman shakli. Qaraydigan bo'lsak savatdaşlar, bu yerda hozir bir vaqt o'qi strilkasi bor. Qaraydigan bo'lsak, bu yerga hozir biz ishoratlab qo'ydik, hozir dedik buni, shundami? Qaraydigan bo'lsak, bu yana kelgusi dedik. Keyni burun dedik. Endi biz oddiy hozirgi zamonda odatda gap qilgan vaqtimizda, buni ishlatgan vaqtimizda dal hozir debdimiz-ku bu yerga. Hozir. Mushu gap qilgan vaqtimiz hozir bu yerga men bir chikitdan birini qo'ysam, chikitdan birini dal şu biz cümleni davatgan şunu qilgan vaqtimizdagi dal shu vaqtdagi holatni, harakatni ifodalab bergan bo'ladi. Masalan, I am a student. Shundami? Mushu jumlamizga qaraydigan bo'lsak, nima dedik biz? Men bir o'quvchi dedik. Shundami? Men o'quvchi. Nima dedim? Men burun o'quvchi demedim yoki tunugun o'quvchi demedim yoki qanday ati o'quvchi bo'lmoqchi demedim. Shundami? Faqat meniki degan jumlam men qarash tarafga qanday o'zimning bir o'quvchi ekanligimdan iborat shu uqumni bergan bo'ldim xolos. Buningki birinchi ishlatmoqchi bo'lgan yerimiz dal shu jumlani degan vaqtimizdagi shu holatni qarash tarafga ifodalab berish. Masalan, yana nima dedik? Bizdan birisi savol so'ragan bo'lsin. Misol shundami? Where are you? Shundami? Sen qayerda deb savol so'ragan bo'lsin. Biz nima dedik? I am at school. I am at school. Nima dedik? Men maktabda dedik. Shundami? Dal shu bizdan savolni so'ragan vaqtida bizningki bergan javobimiz nima bo'ldi? Men maktabda. Qayerda? Maktabda. Dal men shu jumlani, dialogni degan vaqtimda men qayerda? Men maktabda ekanligimni bildirdim. Shundami? Xo'sh, bu oddiy hozirgi zamonning birinchi ishlatilish shakli. Ikkinchisi qaraydigan bo'lsak, bundan boshqa qanday yerlarda ishlatamiz degan vaqtimizda biroz yana ma'nosi yana kengir bo'lgan. Ya'ni hozirning dal o'zida bo'lgandan sirt qanday biroz ma'nosi kengir bo'lgan ba'zan bizningki jumla ishlatadigan yerlarimiz bor. Masalan, bir jumla deb baqsak, our school is really big. Nima dedik? Bizning maktabimiz haqiqatan qanday cho'ng, yo'g'on dedik, shundaqmi? Bizning maktabimiz haqiqatan cho'ng. Bu yerdagi qarash tarafga bergan ma'nosi nima? Ya'ni hozir maktabning cho'ng ekanligi. Yana buning bilan qo'shilib, yana faqatlanmi, yana hozir mushu gapni degan vaqtning o'zilam emas, maktabningki normaldimi, ya'ni shundaqmi? Normaldimi? Cho'ng ekanligidan iborat shundaq bir ma'nolarni beradi. Masalan, buni hozir mushu vaqtning o'zida biz dedik desak, maktab burunmi shundaq cho'ng, ya'ni bundan cho'ng degandek bir oz yani hozirqidanmi biroz kengri bo'lgan ma'nolarni. Yana shuningga o'xshagan bir odamning xarakteri yoki bir odamning normaldagi xuy payli degandek nima biz odatda oddiy hozirgi zamon bilan ifodalaymiz. Masalan, I like book. Nima dedik? Men kitobni yaxshi ko'raman. Men o'zimningki normal bo'lgan bir xarakterimni, tabiatimni, ahvolimni deb bergan bo'ldim. Mening qanday bir kitobni yaxshi ko'radiganligimdan iborat bir xuyimni, mijozimni ta'kidlagan bo'ldim. Ya'ni men kitobni yaxshi ko'raman degan vaqtimda dal shu vaqtida emas, undan biroz kengroq bo'lgan doirani o'z ichiga oladi. Normaldagi bir odamningki, ya'ni dal shu vaqt emas, ya'ni undan biroz ilgari keyinlikimi bo'lgan bir umumiy, biroz doirasi kengroq bo'lgan shunday jumlalardan biz qanday oddiy hozirgi zamonda ishlatamiz. Endi
Üçüncü xil işletiliş şekli qanday deganda, burunmu bo'lgan, hozirmi bo'ladigan va bundan kimi bo'ladigan ba'zan dunyodagi o'zgarmas qonuniyatlar bor. Shundaymi? Shundaq narsalarni ifodalashda biz yana qanday oddiy hozirgi zamonni ishlatib, shu bo'yicha jumlalarni tuzamiz. Masalan, I am Uyghur. I am Uyghur. Nima dedik? Men Uyg'ur dedim. Shundaymi? Men Uyg'ur. Nima dedim? Men tug'ilgandimi qanday Uyg'ur. Shundaymi? Hozirmi ham Uyg'ur. Kelgusimi qanday Uyg'ur. Shundaq, ya'ni o'zgarmagan ba'zan dunyoning qonuniyatlari bor. Masalan, ma'lum bir ikki shaharningki yoki ikki davlatningki oraliqlari desak, shundaymi yoki bir davlat yoki bir shaharningki g'arbida, janubida degandek shundaq yerlar bo'lsa, bu dunyodagi ya'ni o'zgarmas ba'zan qonuniyatlar bo'ladi. Shundaymi? Shundaq narsalarni ifodalashda, ya'ni bu vaqt istiralkisi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, burunmi shundaq, hozirmi shundaq, bundan kimmi shundaq bo'lish ehtimolligi bo'lgan, bundan keyin shundaq bo'ladigan holatlarni ifodalashdimi biz yana qandaq bu oddiy hozirgi zamonni ishlatib turib jumla tuzamiz. Tushunishlik? Yana oddiy hozirgi zamonni yana qandaq vaqtda ishlatamiz deganda savoddoshlar, har kunlik, ya'ni takrorlanadigan, ya'ni qarallik yoki har kunlik takrorlanadigan ba'zan harakatlarni ifodalashdimi biz yana oddiy hozirgi zamonda qo'llanamiz va oddiy hozirgi zamonda jumla tuzamiz. For example, I go to school at 8 o'clock. Nima dedim? Men maktabga qandaq 8 da boraman dedim. Shundaymi? I go to school at 8 o'clock. Men maktabga 8 da boraman. Ya'ni bugun boraman demedim, tunugun boraman demedim, ati boraman demedim. Bu meniki qandaq har kunlik ish faoliyatim. Shundaymi? Har kunlik bir ish faoliyatim. I go to school at 8 o'clock every day. Men maktabga har kuni soat 8 da boraman dedim. Shundaymi? Takrorlanadigan bir ish, takrorlanadigan. Mayli bu kunlik takrorlangan bir ish bo'lsin yoki qarallik oyda bir yoki yilda bir degandek davomlashib turadigan shundaq jumlalardan biz qandaq oddiy hozirgi zamonni tuzib jumlalarni tuzamiz. I go to the market every week. I go to the market every week. Nima dedik? Men har hafta do'konga boraman, har hafta magazinga boraman dedik. Ya'ni bu qarallik bir bo'lib turadigan bir ishlar. Mujunga o'xshagan mayli kunlik bo'lsin, mayli yillik yoki 10 yilda bo'lamdi, haftalik bo'lamdi, ya'ni takrorlanib turadigan qarallik holda bir takrorlangan shundaq harakatlarni biz qandaq ya'ni oddiy hozirgi zamonda ifodalaymiz. Yana tuzab boqaylik masalan, I go to school by bus. Shundaymi? I go to school by bus every day. Nima dedik? Men har kuni maktabga qandaq boraman? Avtobus bilan boraman dedik. Shundaymi? Har kuni maktabga avtobus bilan boradiganlikdan iborat bir takrorlanadigan ish faoliyatini qarash tarafga bildirgan bo'ldi. Yana bundan Uyg'urcha uzanla tuzab baqsanglar bo'ladi. Shundaymi? Men har kuni soat 8 o'rnimdan turaman yoki har kuni soat kechda soat 9 da uxlayman degandek takrorlanadigan bir jumlalarni tuzgan vaqtimizda biz qandaq oddiy hozirgi zamon grammatikasini ishlatib turib jumlalarni tuzamiz. Asosliq ishlatilish shakllari yuqorida deyilgandek oddiy hozirgi zamonninki dal jumlani degan vaqtimizdagi ishoratni ifodalab beradi. Burunmi shundaq bo'lgan, hozirmi shundaq bo'layotgan va bundan keyin bo'lish ehtimolligi bo'lgan shundaq bo'ladigan jumlalarni ifodalashda ishlatilamiz. Yana birisi qarallik yoki kundalik degandek takrorlanadigan bir ish harakatlarini ifodalashdimi biz oddiy hozirgi zamonni ishlatamiz. Endi Keyinga qaraydigan bo'lsak, oddiy o'tgan zaman debdimiz. Oddiy o'tgan zaman. Nima ekan bu? Past simple. Bunimi aniq tushunchisi bo'lmagan, bilmaydigan savoddoshlar mushto'g'irliq tafsiliy so'zlagan darsimizdan qarab bilib olsanglar bo'ladi. Bu yerga yana buningki grammatikal qurilmasini bir tushuncha bo'lish uchun yozib qo'ydik. Verb. Nima? Fe'ilninki oddiy o'tgan zamanda fe'illarniki qandaq o'tgan zaman shakli ishlatiladi. Misol, harakatlik fe'ilni buningda do bilan ifodalagan bo'lsak, buningda qandaq did bilan. Fe'ilninki o'tgan zaman shakllari. Be fe'ilning muvofiq shakldagi o'tgan zaman shakllari ishlatiladi. Shundaymi? Am, are, is nimaga o'zgardi? Was, were, was. Shu jumla buningda qandaq o'zgardi desak, nima? I was a student. Tarjimasi nima? Men bir o'quvchi edim. Uni degan to'q, men o'quvchi degan to'q. Shundaymi? Buningda men o'quvchi edim deb burun bo'lgan bir ishni ifodalab bergan bo'ldik. Burun bo'lgan bir ishni. Ya'ni hozir bilan qanday aloqasi bormi? Yo'q. Masalan, shunun keyiniga men bir vaqt qo'ysam, I was a student 5 years ago. Nima dedik? Men 5 yil burun qandaqdim? O'quvchi edim. Yoki I was a student last week. Shundaymi? Men bir hafta burun o'quvchi edim. Deb burun bo'lgan bir ish harakatini biz qarash tarafga bildirib bergan bo'ldik. Ya'ni hozir bilan aloqasi bormi? Yo'q. Shu yerga qarasak savoddoshlar, bu yerda bir vaqt istilkisi qaraylik o'qiga. Qaraydigan bo'lsak, hozir dedik, kelgusi dedik, burun dedik. Shundaymi? Hozir, burun, kelgusi.
Shu yerni biz ishoratlab qo'ydik, hozirni shundami? Shu jumlani degan vaqtimizda, shu sharkatni ifodalagan vaqtimizda shuni biz hozir desak, bizningki tuzgan jumlamiz cho'qim hozirdan burun bo'lish kerak. Hozirdan qandaq burunqi ish harakatlarni ifodalashimiz kerak. Ya'ni hozir bilan qandaq hech qandaq bir aloqasi yo'q. Masalan, bu to'g'riliq bir jumla tuzib baqsak, for example, I opened the door. I opened the door. Nima dedik? Men eshikni ochdim. Qachon? Balkim 5 minut burun, balkim 2 kun burun, balkim 1 yil burun. Buningga shu vaqtni qo'yib qo'ysak, bu texmo aniqlashadi. Masalan, nima dedik? I opened the door 5 minutes ago. Men qandaq 5 minut burun eshikni ochdim dedim. Hozir bilan bir aloqasi bormi? Yo'q. Mening faqat burundan burun bir ish harakatini qilganligimni qarash tarafga ifodalab berdi. Masalan, qandaq I was a student. Nima dedik? Men o'quvchi edim. Qachon? Burun. Degandek, ya'ni hozir bilan aloqasi bo'lmagan burunqi bir ish harakatlarini ifodalaydigan jumlalarni biz oddiy o'tgan zaman bilan ifodalaymiz. Undaqda buningki ifodalanish doirasi shakli hozirga kamaydi, hozirdan burunqi bo'lgan ish harakatlarini ifodalaydi. Hozirgacha kamaydi, hozir bilan aloqada farq bor, shundami? 1 sekund burundan tortib kelgusiga qat'iyan bo'lmaydi, faqat burunqi bo'lgan ish harakatlarini ifodalashda biz oddiy o'tgan zamanni ishlatib jumlalarni tuzimiz shu bo'yicha ifodalaymiz. O'zininki ma'nosini chiqib turadi, oddiy o'tgan zaman. Undaqda bu ikkisiningki asosli tushuntiruvchini so'zlab o'tgan bo'ldik saboqdoshlar. Endi bu ikkisiningki farqi deganimizda, oddiy hozirgi zamonda fe'illarningki qanday asli shakllari keladi ekan, shundami? Fe'illarningki harakatlik fe'il bo'lsa, do fe'ilningki muvofiq shakllari, harakatsiz fe'il deganimiz be fe'ilningki muvofiq shakllari. Oddiy o'tgan zamonda bo'lsa, harakatlik fe'ilningki o'tgan zaman shakli, ya'ni did shakli, shundami? Harakatsiz fe'il deganimiz be fe'ilning kimi was, were, was dan iborat. Buning kimi o'tgan zaman shakllarini ishlatilganmiz va buni ishlatilishdagi odatdagi farqlarini so'zlab o'tgan bo'ldik. Oddiy o'tgan zamonniki ishlatilish doirasi hozirdan burunqi bo'lgan ish harakatlarini, holatlarni ifodalashda ishlatadiganligimiz. Oddiy hozirgi zamonda bo'lsa, hozir bo'lgan bir ishni, shundami? Hozirning o'zida mavjud bo'lgan bir ishni bundan burunmi mavjud bo'lgan, hozirmi va bundan keyinmi davomlashadigan shay'i, hodisa, holatlarni va takrorlanadigan bir ishlarni ifodalaydigan shundoq jumlalarni ifodalashda ishlatadiganligimizdan iborat. Bularningki ishlatilish va farqlarini so'zlab o'tgan bo'ldik. Saboqdoshlarga tushunishli bo'ldi deb qarayman. Saboqdoshlarning darslarini yaxshi takror qilib va yaxshi o'zlashtirib, menga tilakdoshman. Kelajaqda darsimizni ko'rishgacha hammanglar Allohga emanet.